to'g'ridan to'g'ri egalaridan navbatdagi yili balandroq kam yurgan Gentra avtomobili 2021-yil ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan, hisob ma'lumotnoma, 3-paysa avtomat korobka, hamma narsalari bor. Probegi 63.000 kilometr, mashinaning kraskasi 100% toza. Mashinamiz faqat benzinda yurgan ekan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlariga ham qarab akkuratli haydashgan ekan. Ballonlari ham deyarli yangi holatda turibdi. Qirilgan, sirilgan joylari yo'q. Kraskalarni o'zimiz tekshirdik, top-toza, kuzov tekis holatda turibdi. Saloniga keladigan bo'lsak, saloni ham juda ham ideal holatda turibdi. Plastmassalar qirilib ketmagan. Chexol poligi bor. Bu elegant plus komplektatsiya, podogrev sidenya bilan, yuki ham bor. Juda ham akkuratli salon, o'zining shtatniy magnitofonida signalizatsiya Magic Car bor. Probegini ko'rishingiz mumkin 62.949, grubi 63.000 probeg. Mashinaning zapaska baloni hali biron marta tushmagan ekan. Kam yurganini isboti mana oppoq turibdi, qorayib ketmagan. Xo'p, mashinaning narxiga keladigan bo'lsak, narxi $11.500. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini har doimgidek video opisiyaniyasida, video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz.